o'zini yon qo'shnisini och ekanligini bilib, o'zi to'q holatda uxlagan odam menga iymon keltirmabdi dedilar payg'ambarimiz alayhisalom. Qo'shnisini ochligini bilib turib, qo'lini siltab bo'pti-da deb o'zi qorni to'q bo'lib uxlagan odam menga iymon keltirmabdi dedilar payg'ambarimiz alayhisalom. Shuning uchun albatta qo'shnini holidan xabar olish kerak. Nima bo'lyapti? Endi albatta qodir bo'lsa, agar har ikkisi ham qodir bo'lmasa, Alloh taolo Razzoq, boshqa jonga rizq berguvchi, lekin boy, o'ziga tinch. Albatta endi bitta qo'shnini, bu qo'shnisi hech bo'lmasa bunga nisbatan Alloh to'g'rilab qo'yadi. O'zi aslida mana shu miskin, faqirlarni biz azizlar, hamma agar shariatga muvofiq bo'lsa, mana boylar zakotini beradi, sadaqasini beradi, kambag'alda haqqini beradi, jamiyatda qiynalgan odam qolmaydi. Agar xuddi shu ko'rsatma bilan yashaydigan bo'lsak, bizda muammo tugaydi musulmon o'lkasida. Lekin afsuski biz faqatgina din deganda mana namoz o'qishimiz u ibodatimizni tushunib qolganligimiz bu bizni juda qiynayapti. Mana bunday ijtimoiy masalalar, jamoaviy masalalar ham dinning ichidan ekanligini yodimizda tutmoqligimiz kerak. Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisni keltiramiz. U zot payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan aytadilarki, bir kuni Rasulimiz alayhisalomdan Abdulloh ibn Mas'ud rivoyat qilyapti, so'rashibdi sahobalar. Ayyu zamb indallohi akbar. Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, Allohning huzurida eng katta gunoh qaysi gunoh debdi. Shunda Rasulimiz alayhisolatu vasallam, antaj'ala lillahi niddan va huwa khalaqaka. Eng katta gunoh Alloh taolo seni yaratgan holida sen Allohga shirk keltirishing debdilar. So'rabdi, undan keyin qaysi gunoh? U zot aytibdilar, siz bilan birga taomlanishdan, ya'ni kambag'allikdan qo'rqib farzandingizni o'ldirishingiz. Ya'ni bolam ko'payib ketyapti, yana bitta bola bo'lib qolibdi-ki, shuni o'ldirib qo'yay, abort qildirib olay deb agar bolani boqishlikdan qo'rqib shu ishni qiladigan bo'lsa, katta gunoh debdi. Chunki Razzoq Alloh. Ana undan keyin qaysi dedilar sahobalar? Undan keyin qaysi katta gunoh deydilar? Qo'shningizni jufti bilan zino qilishingiz dedilar. Eng katta gunohlar Allohni shirk qilish darajasidagi gunohlarga qo'shyapti azizlar. Chunki qo'shni eng omonatdorda. Ana shuning uchun o'zi zino o'zi eng katta gunoh edi. Ammo qo'shnini jufti bilan zino qilishlik eng katta gunohlar sarasidan. Chunki bu katta xiyonat. Ham zino qildi, gunoh qildi, ham qo'shnilik omonatiga, musulmonlik omonatiga xiyonat qildi. Shuning uchun bu masalada ham juda hushyor bo'lib, qo'shnilar muomalasida ularning ahllari, ularning oilalari, ularning qizlari biz uchun omonat. Avvallari qo'shnilarimizni qizlari ko'chada yursa, qo'shnini ko'rib qolsa qo'rqar edilar. Qo'shnim ko'rib qolsa qo'shni tanbih berardi. "Ey qizim, nima qilyapsan bu yerda? Nega kechqurunda yuribsan?" U qo'shni bo'lsa ham, "Ey palonchi amakim ko'rib qoldi", qo'shnidan shunaqa qo'rqar edi. Nima uchun? Chunki qo'shnining ham haqqi bor edi unda. Tarbiya haqqi edi. Ana shuning uchun ham qo'shnichilik masalasida biz juda ham hushyor bo'lmoqligimiz